Jaloliddin Manguberdi Xorazmshohlar davlatining so'nggi sarkardasi va xalq qahramoni. U mo'g'ullarga qarshi mardonavor kurash olib borgan. 1221-yilda Parvon jangida Jaloliddin mo'g'ul qo'shinlarini yengib, buyuk qo'mondon sifatida tanilgan. Jaloliddin Manguberdi musulmonlarga mo'g'ullardan panoh bo'lgan sulton sifatida tarixda qoldi. U 11 yillik hukmronlik davrida mo'g'ullarga qattiq qarshilik ko'rsatadi. U o'z umrining oxirigacha mo'g'ullarga qarshi jang qiladi. Chingizxon Jaloliddin Manguberdini o'ziga munosib raqib deb biladi. Jaloliddin Manguberdi hayotining oxirigacha juda katta xiyonatlarga uchraydi va juda achinarli holda vafot etadi. Jaloliddin Manguberdi hukmronlik qilgan davrlarda mo'g'ullar O'rta Sharqqa kira